Hurmatli prezident, mana shu uyda yashayman men. Mana men Buxoro viloyati Romitan tumanida istiqomat qilaman. Mana ahvol. Hokimga ham bordim, xotin-qizlarga ham bordim, raisga ham bordim. Bilishadi sharoitimiz qanaqaligini, sog'ligimiz qanaqaligini. Mana hech kim daji kelib hol-ahvol so'ragan. Mana hamma joy suv. Iltimos, shu videoni tarqatinglar. Hech bo'lmasa bir bizga bir yordam berib, dardimizni eshitayotgan odam ko'rar. Mana suv ariq bo'lib oqib yotibdi devorlardan. Devorlarimiz ko'karib andolargacha ketgan. Mana kambag'allik yomon. Mana to'klan ustidan ham o'tib yotibdi. Yashab bo'ladigan sharoit yo'q bu uyda. Mana bu yerda yashaymiz biz. Mana palazimiz, ko'rpamiz, mana